Assalomu alaykum hammaga. Sayohatimiz 3-kuni bomdod namozini o'qish uchun qo'qonimizning durdonasi bo'lgan yangi qurilgan Masjidul Latifga tashrif buyurdim. Ko'rib, bitta baho berib, like, podpiska bosib qo'yasizlar. Masjidul Latif masjidimiz 2020-yilda qurilishi boshlangan. 2026-yilda xalq hashar yo'li bilan qurib bitkazib, Ramazon oyining 1-kunidan o'z faoliyatini boshlagan. Masjidimizda 3 ta imomlari bor ekan. Bosh imom xatibi, eng kattalari Abdulazizxon domla, keyin Muhiddinjon domla va Muhammad Solih domla faoliyat yuritishar ekan. Masjidimiz Qo'qon shahrining To'laboy mahallasida joylashgan. Juda ham go'zal va muhtasham masjidlarimizdan biri.